uyda yo'mirib ketmasa bo'ldi. Shunchalik ham o'tamiz. Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Imom-Ota turizm qishlog'i aholisining tinchi buzilgan. Gap shundaki, sement ishlab chiqaruvchi xorijiy korxona xom ashyoni tog'larni portlatish yo'li bilan olib ekologiya va atrof muhitga jiddiy zarar yetkazyapti. Hatto tunda ham tinchlik yo'q. Ekskavator toqqa tiqib tosh yoradi. Turizm qishlog'i changga, shovqinga to'lgan. Holatga na hokimiyat va na ekologiya e'tibor qaratadi, deydi qishloq aholisidan biri. Tahririyatga murojaat qilgan fuqarolar turizm qishlog'ining faqat nomigina qolganini aytishdi. Sement ishlab chiqaruvchi xorijiy korxona bosh direktori Li Xiaojun tomonidan imzolangan hujjatga ko'ra, turizm qishlog'ida portlatish ishlari Andijon WCC Cement MChJ tomonidan amalga oshirilayotganini anglash mumkin. Shuningdek, Buloqboshi tuman hokimligi Andijon WCC Sement ishlab chiqaruvchi zavodida portlatish jarayonida yuzaga kelayotgan holatlar yuzasidan Andijon viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi boshqarmasi hamda Buloqboshi tumani hokimligi tomonidan o'rganish ishlari olib borilayotgani, o'rganish natijalari yuzasidan qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi aytilgan.